Tik turgan holatda yeyish, ichish, nimani bo'lsa-da iste'mol qilishlik makruh. Buni hozir kundagi tibbiyot ham isbotlagan. Tik turgan holda taomlansa, biror narsani ichimlikni ichadigan bo'lsa, aynan kasallik keltirib chiqaradi. Shuning uchun G'arb, okean orti mamlakatlarida ko'chalarda tik turib ovqatlanadigan, tik turib narsa ichadigan joylarni tashkillashtirib qo'ygan. Sababi tezroq odamlar kasallikka mubtalo bo'lsin, dorilar sotilsin, shifoxonalar to'lib toshsin, shifokorlarga mazza bo'lsin, go'rkovlarning ishi yurishsin va hokazo. Shuning uchun ularda eng kasalliklar shu. Hamma o'sha McDonald'slar va hokazolar hammasi tikka turib yeyilgan qimdaqa jo'q qo'ygan. Dumaloqqini stolga qo'yib qo'yadi. Xosatan haligi bekatlar yoniga qo'yadi shu narsani, shoshilib turganlar kelib tikka turib yeb ketadi, tikka turib ichadi. Hamma shuning uchun kasal. Nimaga? Chunki hadis sharhga amal qilinmayapti. Bitta sunnatga amal qilinmaganligidan shunaqa turli tuman balolar, illatlar kelib chiqyapti. Undan tashqari o'shaligi tik turib yeyilayotgan narsalarning hammasi chala yarim pishirilgan taomlar, tamaddi qilinadigan mahsulotlar odamlarni semirtirib yuboradi.